Mana bu harflarni bog'lanishiga e'tibor beramiz. Mana sin hamda dal harfi sada so'zini hosil qilgan. Keyin mana sharo, soda, boro, jaro so'zlari. Demak, mana deyarli hech qiyin joyi yo'q bu harflarning bog'lanishida. Demak, ba'zi bir misollarni o'qiymiz. Jaharo, tanasha, vajaha, daroja, sabaha, abasa, vadada, tahoro, borona, daroba, xobaro, robato, bazoha, zajava. Demak, bu yerda e'tibor beradigan joyimiz mana vadada so'ziga e'tibor beraylik. Bu yerda vav hamda dal harflari uchta ketma-ket kelgan. Bulardan birontasi o'zidan keyingi harfga bog'lanmagani uchun umumiy ko'rinishi holatda yozilavergan. Hamda mana yuqorida daroja so'zida ham xuddi shunday, ya'ni dal hamda ro harflari o'zidan keyingi harflarga bog'lanmagan. Demak, shunday qolgan. Xuddi shu kabi mana bu yerda daroba so'zida ham shunday. Mana keyingi harflar, keyingi 4 ta harf, bular ayn, g'oyn, fa hamda qof harflari. Bu yerda ayn harfiga e'tibor bering. So'z o'rtasidagi va so'z oxiridagi ko'rinishi biroz farq qiladi ularni umumiy ko'rinishdan. Shuning uchun bu harflarni yaxshilab yodlab olishga harakat qiling. So'z boshidagi ko'rinishi esa avval aytganimizdek umumiy ko'rinishdan pastki qismi yo'qligi bilan farqlanadi. Fa hamda qof harflari deyarli o'zgarmagan. Shuning uchun bu harflarga ko'p to'xtalmaymiz. Yagona aytib o'tadigan narsamiz ko'pchilik yana adashtiradigan ikkita harf bu albatta g'oyn hamda fa harflarining so'z o'rtasidagi ko'rinishi. Ya'ni ko'rib turibsiz, o'xshab ketadi bir-biriga. Ayniqsa qo'l yozmalarida yoki mushaflarda kelganda ko'pchilik ularni adashtirib qo'yishi mumkin. Ya'ni tepasida nuqtasi bor, yozilish jihatdan ham juda ham o'xshash bir-biriga. Demak, fa hamda g'oyn harflari o'xshash. Shuni esingizda tuting. Mana keyingi guruhga harflarni ko'ramiz. Bu yerda kaf, lam, mim, ha harflari. Demak, kaf harfini ham so'z boshi va so'z o'rtasidagi ko'rinishi ularning umumiy ko'rinishidan farqlanadi. Lekin yodlab olish oson. Mana shu yuqorida ko'rib turganingiz kaf harfi, bu harfga boshqa o'xshaydigan harf yo'q. Keyingisi mana lam harfi. Lam harfini ko'pchilik o'qiganda alif harfi bilan adashtirib qo'yadi. Sababi o'xshash. Lekin avval aytganimiz kabi qanday ajratib olamiz bu ikkita harfni? Demak, lam harfi o'zidan avvalgi va keyingi harflarga ikkala tarafga ham bog'lanaveradi. Alif harfi esa o'zidan keyingi harflarga bog'lanmaydi. Demak, shu jihatdan ajratib olamiz. Keyingisi mana mim harfi. Mim harfi deyarli o'zgarmagan. Demak, mim harfini ko'pchilik yana bitta narsa, mim harfini ba'zida ayn harfiga ham, ya'ni so'z o'rtasidagi ko'rinishiga o'xshatib yuborishadi. Mana ayn harfiga e'tibor beraylik. Xuddi shu kabi mana mim harfiga e'tibor beraylik. Yozilishi o'xshab ketadi. Demak, ko'pchilik bu ikkisini almashtirib qo'yishi mumkin. Shunga yaxshilab e'tibor qarating. Keyingisi mana ha harfi. Demak, ha harfini 4 tala ko'rinishi ham har xil. Lekin boshqa harflarga o'xshamagani uchun ajratib olish oson. Demak, mana eng pastda ko'rib turganimiz ha harfi. Mana ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Masalan, eng yuqorida mana nafaqo so'zi hosil bo'lgan, ya'ni 3 ta harfning yig'indisidan. Xuddi shu kabi mana faqoma yoki qofala so'zi, pastda naharo, shahada, halaka hamda jamoa so'zlari. Demak, mana bu harflarning bog'lanishiga yaxshilab e'tibor qarating. Mana keyingi yana misollar harflarning bog'lanishiga labada. Demak, eng yuqorida mana shu yerda b harfiga e'tibor bering, bog'lanishiga, ya'ni biz boshida ko'rganimizda so'z o'rtasidagi ko'rinishda b biroz tikkaroq yozilgan edi, lekin bu yerda unday tikka emas, ya'ni biroz qiyaroq qilib yozilavergan. Ya'ni bunda ham b harfi. Ya'ni aslida avval biz ko'rgan bo'lsak, mana bunday qilib juda ham bir tikka qilib b harflari yoki nun harflari shunday yozilgan bo'lgan bo'lsa ham, lekin yozuvda kelganda mana bunday qiya qilib yozilib ketaveriladi. Mana shunday holatni ko'rganingizda hayron bo'lmang. Mana keyingi ikkita lam hamda alif harflarining bog'lanishiga e'tibor qarating. Ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana bu yerda la a so'zi hamda mana bu yerda ham mana bu bog'lama lam alif deyiladi. Bu ham la a deb o'qiladi. Ya'ni mana shunday ko'rinishlar ko'p uchraydi, juda ko'p uchraydi. Mushaflarda ko'rasiz hali inshaalloh o'tganimizda. Demak, mana bu ko'rinishda ham la a deb o'qiladi. Ya'ni lam hamda alif harflarini bog'lamaymiz. Keyingisi mana ada, ba'a, ba'da, kataba hamda sakata so'zlari.
Bu yerda ham bir narsaga e'tibor qarating. Mana oxirgi qatordagi kaf harfi mana ikki joyda ikki xil yozilgan. Ya'ni ko'pincha mana shunday yotqizib ham yozilishini ko'rib qolishimiz mumkin. Ana shunday paytda hayron bo'lmang. Demak, mana bu yerda e'tibor beradigan narsa bu aytganimiz kabi mana lam alif hamda eng pastdagi kaf harfini yozilishi hamda mana ba, ta, sa hamda ya, nun harflari so'z o'rtasida kelgandagi yozilishi. Mana eng yuqorida ko'rdik, ba harfi misolida mana shunday biroz qiyroq ham yozilishi mumkin. Demak, shularga e'tibor qarating. Endi ozgina misollar ko'rsak, mana yuqoridan boshlab o'qiymiz. Nafaqo, naharo, makana, maro'a, talaba, hamala, sadaqa, zalama, daraba, g'alaba, amala, kalama, harona, azafa. Demak, biz bugungi darsimiz mana shundan iborat edi. Biz mana bu misollarni bekorga o'qib ko'rsatmadik. Demak, sizdan talab qilinadigan narsa ham shu. Bu bobda biz uy vazifalarni biroz ko'proq beramiz. Bu bobning asosiy maqsadi sizni arab alifbosiga o'rgatish, ya'ni yozuviga o'rgatish. Bu bobda biz boshqa hech narsa, yangi narsa o'tmaymiz deyarli. Demak, shu bilan yana bitta yoki ikkita dars bilan bu bobni yakunlashga harakat qilamiz. Demak, bu bobda asosiy mehnat sizdan talab qilinadi. Har bitta so'zni yaxshilab o'qib, o'zingizni yaxshilab mashq qilib, ko'zingizni mana shu yozuvlarga o'rgatib olsangiz, sababi keyingi boblarda biz biroz qiyinroq so'zlarga, inshaalloh Qur'oni Karimdagi oyatlarga o'tishni boshlaymiz. Ana shunday paytda o'zingizga yengil bo'ladi. Shuning uchun hozirdan dastur qilib oling, bu so'zlarni iloji boricha emas, mana hozir biz o'qigandagi bir nafasda o'qishga harakat qiling. Cho'zmasdan, g'ijjalamasdan, bo'g'inga bo'lmasdan, ya'ni har bitta so'z alohida bo'lib o'qiladi. Mana misol uchun eng yuqoridagi so'zni nafaqo deb o'qiladi. Ya'ni mana shunday o'qiladi. Cho'zilmaydi ham va qisqartirilmaydi ham. Nafaqo. Yoki mana o'ng tarafdagi so'z naharo. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Darsimizga yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu